Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Pensiya indeksatsiyasi, qayta hisoblash, to'lanmay qolgan pullarni qaytarish va eng muhimi, pensiya jamg'armasi yoki mas'ul idoralar bilan muloqotda odamlar qayerda adashib qolayotgani. Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, ertaga pensiyaga chiqadigan har bir odamga tegishli. Chunki birgina noto'g'ri ko'rsatilgan ish staji, birgina hisobga olinmagan oylik. Birgina ariza yozilmagani sababli odam oyiga 100 ming, 300 ming, hatto undan ko'proq puldan mahrum bo'lib yurishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Pensiya indeksatsiyasi nima? Qachon pul oshishi kerak? Qachon oshmasligi mumkin? Qaysi holatda sizga oldingi oylar uchun ham pul qaytarilishi kerak? Qaysi oylarda odamlar eng ko'p aldanganini yoki chalkashib qolganini ko'ramiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki amaliy qismida men aniq aytaman. Qayerga borasiz? Qanday hujjat yig'asiz? Arjida nima deb yozasiz? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni qancha ko'p odam bilsa, shuncha ko'p odam o'z haqqini talab qila oladi. Avvalo asosiy narsani tushunib olaylik. Pensiya indeksatsiyasi degani pensiya miqdorini davlat tomonidan belgilangan tartibda oshirishdir. Odatda bu ish haqi, inflyatsiya. Minimal iste'mol xarajatlari bazaviy hisoblash ko'rsatkichlari yoki qonunchilikdagi boshqa mezonlar bilan bog'liq bo'ladi. Oddiy qilib aytsam, narxlar oshyapti, oziq-ovqat qimmatlashyapti, kommunal to'lovlar o'zgaradi. Shuning uchun pensiya ham vaqti bilan oshiriladi. Bu indeksatsiya hamma uchun bir xil miqdorda bo'lmasligi mumkin. Chunki har bir pensionerning pensiyasi boshqacha hisoblangan. Kimning ish staji ko'p, kimning oyligi yuqori bo'lgan, kimda imtiyoz bor, kim nogironlik pensiyasi oladi, kim boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Ilgari ko'p odam shunday o'ylardi. Davlat pensiyani oshirdi. Demak, mening pensiyam avtomatik oshadi. Men hech narsa qilmasam ham bo'ladi. Umumiy indeksatsiya bo'lsa, ko'p hollarda tizim avtomatik oshiradi. Lekin eng katta muammo shundaki, hamma masala avtomatik hal bo'lib ketmaydi. Ayniqsa pensiya tayinlanganda ish staji to'liq kiritilmagan bo'lsa, arxiv ma'lumotlari topilmagan bo'lsa, oylik ma'lumotnomasi noto'g'ri olingan bo'lsa, ish beruvchi badallarni noto'g'ri ko'rsatgan bo'lsa, yoki inson pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan bo'lsa, bu holatlar alohida tekshiruvni talab qiladi. Hozir odamlar orasida pensionerlarga pul qaytarilmoqda. Indeksatsiya noto'g'ri hisoblangan. Pensiya jamg'armasi odamlarni aldayapti degan gaplar ko'p yuribdi. Men buni shunday tushuntiraman. Har doim ham kimdir ataylab aldayapti deb aytish to'g'ri bo'lmaydi. Lekin tizimdagi xatolar, eski hujjatlarning yo'qligi, xodimlarning beparvoligi, odamlarning o'z huquqini bilmasligi sababli ko'plab pensionerlar haqiqatan ham o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmaydi. Agar siz talab qilmasangiz, ko'p hollarda hech kim kelib, "Mana sizga yana pul chiqibdi" deb eshik qoqmaydi. Oldin pensiya hisoblashda asosan qog'oz hujjatlar, mehnat daftarchasi, ish haqi haqidagi ma'lumotnomalar, arxivdan olingan tasdiqlar asosiy rol o'ynardi. Kimdir 3 yil ishlagan bo'lsa ham, agar hujjatda 20 yil ko'rinsa, pensiya 20 yilga qarab hisoblanib ketardi. Keyin odam buni sezmaydi, chunki unga faqat yakuniy summa aytiladi. U esa shunaqa chiqarkan deb yuraveradi. Hozir esa elektron tizimlar, shaxsiy kabinetlar, MyBokkap.uz idoralararo ma'lumot almashinuvi, arxiv hujjatlarini so'rash imkoniyatlari kengaydi. Bu yaxshi tomoni. Lekin yomon tomoni shundaki, elektron tizimdagi ma'lumotlar har doim ham to'liq emas. Masalan, 1990 yillardagi ish joylari, kolxoz-sovxozdagi mehnat, xususiy korxonalarda ishlangan davrlar, vaqtincha ishlashlar, tug'ruq ta'tili davrlari, harbiy xizmat, ayrim imtiyozli ishlar noto'liq ko'rinishi mumkin. Shu sababli bugun eng muhim o'zgarish shuki, pensioner o'z pensiyasini tekshirtirish huquqiga ega va noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, qayta hisoblashni talab qilishi mumkin. Agar xato idora yoki tizim sababli bo'lgan bo'lsa, ayrim hollarda oldingi davrlar uchun ham farq pulni qaytarish masalasi ko'tariladi. Agar xato fuqaro hujjatni kech olib kelgan sababli bo'lsa, pul faqat ariza berilgan kundan yoki qonunda belgilangan muddatdan boshlab qayta hisoblanishi mumkin. Mana shu joyni odamlar ko'p tushunmaydi. Birinchi navbatda pensiyaga chiqayotgan paytda arxiv topilmadi, stajingiz yetmayapti, oylik ma'lumotingiz yo'q, hujjat kelgandan keyin ko'ramiz degan gaplarni eshitganlar xavotir olishi kerak. Chunki pensiya dastlab kamroq tayinlangan bo'lishi mumkin. Keyin siz hujjat topmasangiz, o'sha kam pensiya yillar davomida indeksatsiya qilinib keladi. E'tibor bering, noto'g'ri past bazadan oshirilgan pensiya baribir past bo'lib qoladi.
Masalan, Oysara opa 7-8 yoshida pensiyaga chiqdi. Uning haqiqiy ish staji 32 yil edi. Lekin hujjatda faqat 26 yil tasdiqlandi. Oylik ma'lumotlari ham to'liq olinmadi. Natijada unga 1 million dardun exil ming so'm pensiya tayinlandi. Keyin bir necha indeksatsiyadan so'ng pensiyasi 1 million 900 mingga chiqdi. Oysara opa o'shyapti-ku, deb xursand. Lekin keyin arxidan qolgan 6 yil staji va yug'ori oylik davrlari topildi. Qayta hisoblanganda aslida uning pensiyasi hozir 2 million 370 ming atrofida bo'lishi kerakligi ma'lum bo'ldi. Farq oyga 7 ming so'm. Agar bu xato 2 yil davom etgan bo'lsa, gap millionlab so'm haqida ketadi. Ikkinchi toifa, pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan pensionerlar. Ko'pchilik ishlayotgan pensioner pensiyasi o'zidan qayta hisoblanadi deb o'ylaydi. Lekin har bir holatda tartibni tekshirish kerak. Ish beruvchi siz uchun ijtimoiy soliq yoki tegishli to'lovlarni to'g'ri o'tkazganmi? Mehnat shartnomasi rasmiy bo'lganmi? Elektron mehnat daftarchasida davr ko'ringanmi? Bular muhim. Agar siz pensiyada bo'lib, yana 2 yil ishlagan bo'lsangiz, bu keyin qayta hisoblashga ta'sir qilishi mumkin. Ammo norasmiy ishlagan bo'lsangiz, men ishladim deganingizning o'zi yetmaydi. Uchinchi toifa, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi va imtiyozli pensiya oluvchilar. Bu yerda ham nozik joylar ko'p. Nogironlik guruhi o'zgarsa, pensiya turi o'zgarsa, oilada qaramog'idagi shaxslar soni o'zgarsa, bola 15 yoshga kirsa yoki o'qishni davom ettirsa, hujjatni vaqtida taqdim etish kerak. Aks holda yo pul kamayib ketadi, yo to'lov to'xtaydi. Yo aksincha ortiqcha to'langan deb keyin qaytarishni talab qilishadi. Agar siz pensiyaga yaqinda chiqqan bo'lsangiz, barcha ish davrlaringiz elektron tizimda to'liq ko'rinsa, ish haqi ma'lumotlaringiz rasmiy bo'lsa, sizga pensiya tayinlanganda hisob-kitob varaqasi tushuntirilgan bo'lsa, unda vahima qilish shart emas. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Chunki men amaliyotda shuni ko'rganman. Odam menda hammasi joyida deydi. Lekin mehnat daftarchasidagi bitta yozuv noto'g'ri o'qilgan, bitta yil 2 oy kam kiritilgan yoki bir korxonaning nomi o'zgargani sababli davr hisobga olinmagan bo'ladi. Shuningdek, agar siz faqat yoshga doir minimal pensiya olayotgan bo'lsangiz, ayrim hollarda qo'shimcha staj yoki oylik pensiyangizni sezilarli oshirmasligi mumkin. Lekin bu ham tekshirmaslik kerak degani emas. Chunki minimal miqdorlar, ustamalar, kompensatsiyalar, parvarish puli, nogironlik bilan bog'liq to'lovlar alohida ko'rib chiqiladi. Birinchi misol, Rahmat aka qurilish sohasida 35 yil ishlagan. Pensiyaga chiqayotganda unga 29 yil staj tasdiqlandi. Sababi 1993 yildan 1992 yilgacha ishlagan korxonasi tugatilgan, arxiv hujjati topilmagan. U pensiyaga rozi bo'lib ketgan. 3 yil o'tgach sobiq hamkasbi arxiv ma'lumotnoma oladi. Unda 5 yil 7 oy ish davri va oyliklari tasdiqlangan. Qayta hisoblashdan keyin uning pensiyasi oyga 2,9 ming so'mga oshadi. Agar qonuniy asos bo'lsa va xato avvaldan tasdiqlanishi kerak bo'lgan hujjat bilan bog'liq bo'lsa, u oldingi davrlar uchun ham farq pulini talab qiladi. Bu pul o'chiklar million emas, ayrim holatda 8-10 million so'mgacha chiqishi mumkin. Ikkinchi misol, Dilbar opa maktabda o'qituvchi bo'lgan. Tug'ruq ta'tilda bo'lgan davrlari stajga qanday kirishi masalasida chalkashlik bo'lgan. U bolalar bilan uyda o'tirganman demak hisoblanmaydi deb o'ylagan. Aslida ayrimlar qonunchilikka muvofiq stajga qo'shilishi mumkin. U hujjatlarni tekshirtirganda unga qo'shimcha staj chiqadi va pensiyasi oz bo'lsa ham oshadi. Bu yerda asosiy saboq menimcha bo'lmaydi deb o'zingiz hukm chiqarmang, hujjat bilan tekshirtiring. Uchinchi misol. Karim aka pensiyada turib qorovul bo'lib ishlagan. Unga ish beruvchi hammasi rasmiy degan. Lekin keyin ma'lum bo'ldiki shartnoma bor, ammo ayrim oylar bo'yicha to'lovlar to'liq ko'rsatilmagan. Karim aka pensiya jamg'armasiga borib qayta hisoblash so'raganda tizimda hamma oy ko'rilmagan. Endi u ish beruvchidan ma'lumot, soliq organlaridan tasdiq, mehnat shartnomasi nusxasini yig'ishga majbur bo'ldi. Agar boshidan hujjatlarni saqlaganda jarayon ancha oson bo'lardi. Eng katta tuzoq og'zaki javobga ishonish. Siz bo'limga borasiz, xodim sizga hech narsa chiqmaydi deydi. Siz qaytib ketasiz. Men doim aytaman. Og'zaki javob huquqiy javob emas. Siz yozma ariza bering. Yozma arizaga yozma javob talab qiling. Chunki yozma javobda ular sababini, qonuniy asosini ko'rsatish kerak bo'ladi. Agar noto'g'ri javob berilsa, yuqori tashkilotga yoki sudga shikoyat qilish mumkin. Ikkinchi tuzoq, hamma pul avtomatik qaytariladi degan xato fikr. Yo'q, har bir holatda asos kerak.
Agar indeksatsiya umumiy tartibda noto'g'ri qo'llangan bo'lsa, bu bir masala. Agar siz qo'shimcha hujjatni bugun olib kelsangiz, qayta hisoblash qaysi sanadan bo'lishi qonun bilan belgilanadi. Shuning uchun kechiktirmang. Bugun tekshirtirsangiz, bugundan boshlab huquqingizni himoya qilishni boshlaysiz. Uchinchi, tuzoq hujjatlarning nusxasini olmaslik. Siz ariza berdingiz, hujjat topshirdingiz, lekin qo'lingizda kirim raqami yo'q. Keyin bizga kelmagan deyilsa isbotlay olmaysiz. Har doim arizaning ikkinchi nusxasiga qabul qilingan sana imzo, muhr yoki kirim raqamini oldiring. Agar elektron yuborsangiz, tasdiq kvitansiyasini saqlang. 4-nozik jihat, ortiqcha to'lov xavfi. Ba'zan odam hujjat noto'g'ri topshiradi yoki o'ylaydi holat o'zgarganini aytmaydi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik, pensiyasi olayotgan, farzand o'qishini to'xtatgan, lekin idoraga xabar berilmagan. Keyin bir necha oy yoki yil o'tib, ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi keladi. Shuning uchun faqat oshirishni emas, o'zgarishlarni vaqtida bildirishni ham unutmang. 5-jihat, indeksatsiya bilan qayta hisoblashni aralashtirmang. Indeksatsiya umumiy oshirish. Qayta hisoblash esa sizning shaxsiy hujjatlaringiz, stajingiz, oyligingiz, pensiya turining o'zgarishi yoki yangi ma'lumotlar asosida amalga oshadi. Odam pensiya oshdi, demak hammasi to'g'ri deb o'ylaydi. Aslida indeksatsiya noto'g'ri hisoblangan pensiyani ham oshiradi, lekin xatoni tuzatmaydi. Birinchi qadam, pensiyangiz qanday hisoblanganini bilib oling. Pensiya bo'limiga boring yoki elektron xizmatlar orqali ma'lumot so'rang. Sizga pensiya tayinlashda hisobga olingan ish staji, oylik davrlari, pensiya turi, ustamalar, qo'shimchalar haqida ma'lumot kerak. Shunchaki qancha pensiya olaman emas, aynan qanday hisoblangan degan savolni bering. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Mehnat daftarchasi, elektron mehnat daftarchasidan ko'chirma, ish haqi haqidagi ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, harbiy xizmat hujjati, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgargani tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari, o'qish to'g'risidagi ma'lumotnomalar kerak bo'lishi mumkin. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Korxona nomi o'zgargan bo'lsa, voris tashkilotini aniqlang. 3-qadam, yozma ariza tayyorlang. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta tekshirib berishingizni. Ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olinmaganini aniqlashingizni, agar kam hisoblangan bo'lsa, pensiyani qayta hisoblab, to'lanmay qolgan farq summasini qonunchilikda belgilangan tartibda to'lab berishingizni so'rayman. Albatta, arizaga ilova qilayotgan hujjatlaringiz ro'yxatini yozing. 4-qadam, javob muddatini kuzating. Ariza berganingizdan keyin javobni kuting, lekin nazoratsiz tashlab qo'ymang. Kirim raqamini yozib oling. Belgilangan muddat o'tsa, telefon qilib so'rang, yana yozma murojaat qiling. Agar rad javobi kelsa, unda qaysi qonun, qaysi modda, qaysi asos bilan rad etilganini o'qing. Tushunmasangiz mutaxassisga ko'rsating. 5-qadam, yuqori tashkilotga shikoyat qiling. Agar tuman yoki shahar bo'limi sizning hujjatingizni hisobga olmasa, viloyat darajasidagi pensiya jamg'armasiga, tegishli vazirlik yoki idoralarga, xalq qabulxonasi yoki elektron murojaat portallariga yozing. Agar masala katta pulga borib taqalsa va sizda hujjatli asos kuchli bo'lsa, sud tartibida ham talab qilish mumkin. 6-qadam, har oy pensiya tushumini kuzating. Bank kartangizga qancha tushdi, oldingi oy bilan farq bormi? Indeksatsiyadan keyin qancha bo'ldi? Qo'shimcha to'lov alohida tushdimi? Bularni yozib boring. Ko'p pensioner pul tushdi, bo'ldi deydi. Lekin nazorat qilmasa, kam tushganini ham, qayta hisoblanganini ham, ushlab qo'linganini ham vaqtida sezmaydi. Men sizdan bir narsani juda iltimos qilaman. Telefon orqali kelgan pensiyangizga pul qaytariladi. Karta raqamingizni ayting, SMS kodini yuboring degan odamlarga ishonmang. Pensiya bilan bog'liq firibgarliklar ko'paygan. Hech bir rasmiy idora sizdan telefon orqali SMS kod, karta paroli, PIN kod so'ramaydi. Agar sizga pul qaytarilsa, bu rasmiy hisobingizga tushadi yoki rasmiy xabarnoma orqali ma'lum qilinadi. Shaxsiy ma'lumotlaringizni begonalarga bermang. Yana bir muhim masala. Kimdir sizga men pensiya jamg'armasida tanishim bor, pulingizni chiqarib beraman, oldindan haq bering desa, ehtiyot bo'ling. Sizning huquqingiz hujjat bilan hal bo'ladi, tanish bilish bilan emas. Agar hujjatingiz to'g'ri bo'lsa, siz ariza orqali talab qilasiz. Agar hujjatingiz bo'lmasa, hech qanday tanish qonuniy pul chiqarib bera olmaydi. Aksincha aldovga uchrashingiz mumkin. Sabablar juda oddiy, lekin oqibati og'ir. Birinchisi,
Odamlar pensiya hisob kitobini tushunmaydi. Ikkinchisi, ko'pchilik rasmiy ariza yozishdan uyaladi yoki qo'rqadi. Uchinchisi, eski hujjatlarni izlashga erinadi. To'rtinchisi, xodimning og'zaki gapini yakuniy qaror deb qabul qiladi. Beshinchisi, har bir indeksatsiyadan keyin demak davlat o'zi biladi deb o'ylaydi. Men esa ekspert sifatida aytaman. Davlat tizimi umumiy tartibni bajaradi, lekin sizning shaxsiy hujjatingizni sizdan yaxshi hech kim bilmaydi. Qayerda ishlagansiz? Qaysi yil korxona yopilgan? Qaysi davrda yuqori oylik olgansiz? Buni birinchi navbatda o'zingiz eslaysiz. Shuning uchun pensiya masalasida passiv bo'lish mumkin emas. Ayniqsa hozir narxlar oshayotgan. Har bir 7 ming so'm ham oilaviy byudjetga ta'sir qilayotgan paytda pensioner o'z haqini talab qilishi kerak. Bu sadaqa emas, bu imtiyoz so'rash emas, bu qonun bo'yicha sizga tegishli pulni to'g'ri hisoblashni talab qilishdir. Bugun men sizga eng muhim narsani tushuntirdim. Pensiya indeksatsiyasi avtomatik oshirish bo'lishi mumkin. Lekin u noto'g'ri hisoblangan pensiyani o'z-o'zidan tuzatmaydi. Agar ish stajingiz, oyligingiz, imtiyozingiz yoki pensiya turi bo'yicha xato bo'lsa, albatta qayta tekshirtiring. Og'zaki javobga ishonmang, yozma ariza bering. Hujjatlaringizni yig'ing, nusxalarini saqlang, kirim raqamini oling. Agar haqiqatan kam to'langan bo'lsa, qonuniy tartibda farq pulni talab qiling. Sizlardan iltimos, izohlarda yozing. Sizning pensiyangiz indeksatsiyadan keyin qancha oshdi? Qayta hisoblashga ariza berganmisiz? Sizga pul qaytarilgan holat bo'lganmi? Boshqa odamlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensiya olayotgan tanishlaringizga yuboring. Chunki bugun bitta ma'lumot kimningdir oyma-oy yo'qotayotgan pulini qaytarib berishi mumkin.